Agar siz blog yuritishni nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz yoki qanday qilib to'g'ri yuritishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, unda bu video aynan siz uchun. Bu video orqali blog yuritishni bosqichma-bosqich qanday qilib noldan boshlab sotuvga olib chiqish mumkinligini aniq tushunib olasiz. Men ismim Dilnoza, SMM marketing sohasida 3 yildan beri o'z ish faoliyatimni olib kelmoqdaman. Endi bo'lsa oldingizga daftar va ruchka olib oling, chunki video davomida sizga albatta kerak bo'ladi. Qani boshladik. Blog yuritishdan oldin eng muhim, eng kerakli narsa bu bizda maqsad qo'yib olish. Ya'ni siz o'zingizga savol bering. Siz blog orqali tanilmoqchimisiz? Sotuvlaringizni oshirmoqchimisiz yoki auditoriya yig'moqchimisiz? Ko'pchilik shu joyda katta xato qilishadi. Ya'ni nima uchun blog yuritishni oldin o'zlariga maqsad sel qo'yib olishmaydi. Birdaniga hammasiga erishishni xohlashadi. Natijada nimani qanday qilishni bilmay qolishadi va juda ham katta выгораниеga tushib qolishadi. Esingizda bo'lsin, siz nimaga fokus qaratsangiz, o'sha narsa rivojlanadi. Hozir siz daftaringizga blog yuritishdagi maqsadingizni va shu maqsadingiz orqali qo'ygan deadlayningizni yozib oling. Ikkinchi qadamimiz bo'lsa blogni pozitsiyalash. Ya'ni profilingizga kirgan odamda siz qanday taassurot qoldirmoqchisiz? Shu narsani belgilab olishingiz kerak. Bu bo'lishi mumkin siz imijingiz, tajribangiz, nimadan yordam bera olishingiz va sizni o'zingizni tone of voices bo'lishi kerak. Pozitsiyani aniqlashda esa albatta mana shu savollarga javob berishingiz kerak. Qobiliyatim va qiziqishim nimada? Qobiliyatim yo qiziqishimga bozorda talabi bormi? Auditoriya mendan nimani xohlayapti? Bu xohish ortida qanday motiv turibdi? Raqobatchilarda yo'q, lekin menda bor, qanaqa ustunliklari bor? Auditoriyamga o'zgacha, noodatiy nima bera olaman degan savollarni berishingiz kerak. Albatta daftaringizga yozib, o'zingizga javob bering. Keling, endi misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, siz konditersiz, shirinlik pishiradigan konditersiz va siz o'zingiz sotuvlaringizni oshirmoqchisiz. Bu narsaga talab bormi? Albatta talab bor. Auditoriya nima xohlayapti? Chiroyli, mazali, me'daga tegmaydigan va albatta esda qolarli mazza xohlashadi. Motiv bu yerda nima? Quvonch, e'tibor, mehr va qulaylik. Bu yerda sizning ustunligingiz nimada bo'lishi mumkin? Masalan, siz yetkazib berishingiz tez bo'lishi mumkin yoki mijozga berayotgan podachangiz, ya'ni korobkangiz, o'sha qadoqlayotganingizda qanaqadir korobkangizda необычность bo'lishi mumkin. Siz shu narsalaringiz bilan ustunligingizni bilib olsangiz bo'ladi yoki sizni o'zingizni qanaqadir avtorskiy retseptingiz bo'lishi mumkin. Endi sizning missiyangiz deylik, shirinlik orqali odamlar qalbiga kirib borish. Ya'ni siz kontentingizda meni shirinliklarimni, meni tortlarimni sotib oling demaysiz. Siz u yoqda emotsiyani ko'rsatasiz. Qanaqa retseptlardan foydalanayotganingizni, odamlarni sizga berayotgan odzivlar, tayyorlayotganingiz jarayonlari va sizni shirinliklaringizni tatib ko'rgan odamda qanaqa his-tuyg'u bo'lyapti, qanaqa emotsiyasi bo'lyapti, shu narsalarni siz ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda siz meni shirinliklarim demayapsiz-da, siz u yoqda emotsiyani ko'rsatib beryapsiz. Ana o'shanda insonlarga siz soat vogin deb majburlamayotgan bo'lasiz. Просто siz shirinliklaringizni qanaqa odamlarni ko'ngliga, qanaqa yo'l topayotganingizni siz ko'rsatayotgan bo'lasiz. 3-qadamimiz bu profilingizni qadoqlash. Eng muhim qadamlardan biri hisoblanadi, chunki har bitta, masalan, sizni profilingizni magazin deb olsangiz yoki uy deb olsangiz, sizni magaziningizga kirgan odam u yoqda qolib ketish kerak. Ya'ni unda shunaqa iliq taassurot qolish kerakki, sizni klientingiz bo'lib qolish kerak. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, onlayn magaziningiz eshigidek tasavvur qilishingiz kerak. Instagramda eng muhim joylar bu profil rasmingiz, nickname, bio, call to action albatta bo'lishi kerak. Albatta umumiy vizual, ya'ni kontentlaringiz chiroyli bo'lishi kerak. Vizualingiz bir-biriga uyg'unlashgan, mos bo'lishi kerak. Bioingizni aniq yozing. Kimga, nima uchun, qanaqa foyda keltirasiz? Agar qanaqadir ekspert bo'lsangiz, qanaqadir soha vakili bo'lsangiz, necha yillik tajribaga egasiz? Shu narsani ham kiritishingiz kerak. Profilingiz rasmi albatta tiniq bo'lsin. Однотонный rasm, foningiz orqasi однотонный rasm bo'lsin. Oqmi, qorami однотонный bo'lsin. Har xil vijir-vijir rasmlar bo'lishi umuman taqiqlanadi va agar siz qanaqadir biznesingiz bo'lsa, logotipli rasm qo'ymoqchi bo'lsangiz, albatta professional logotip qo'yganingiz ma'qul, chunki bu yoqda biznesingizning nazvaniyasi aniq, tiniq ko'rinishi kerak. Va yana bitta narsa eslatib o'taman, siz logotip qilayotganingizda tavsiya qilaman boshida bu narsalarga dizaynerdan pulingizni ayamasligingizni, chunki siz biznes egasiz va sizni biznesingiz sizni kimligingiz haqida, qanaqa mahsulotingizni qanaqaligi haqida ko'proq gapiradi.
beradi. Bu o'zingizni biznesingiz uchun ham, brendingiz uchun ham, keyinchalik miravoy bozorga chiqishingiz uchun ham sizga yo'l yaratib beradi. Albatta, ranglarni 3 tadan ko'p ranglar tanlamang. Profilingizda ranglar bir-biriga uyg'un bo'lsin. Har xil qizil, yashil, qora qilib aralashtirgan ranglar tanlamang. Nicknamingiz qisqa va esda qolarli, oson bo'lishi kerak. Ekspert jihatdan shaxsiy brendingizni rivojlantirayotgan bo'lsangiz, ismingiz, familiyangiz yoki ismingiz, otchestvoyingiz bilan albatta nicknamingizni yozishingiz kerak. 4-qadamimiz aktualniydagi storieslarni to'ldirish. Profilga kirgan odam albatta sizga ishonishi kerak. Ya'ni birinchi kirganimizda biz aktualnilarni qarab chiqamiz. Ya'ni u inson nimaga qiziqadi, qanaqa natijalarga erishgan. Agar siz o'zingizni xizmatlaringizni sotsangiz, yoki keyslaringiz, mijozlaringiz otzivi, agar qanaqadir mahsulotingiz bo'lsa, sizdan ularni mahsulot haqidagi odzivlar, kurs qilgan bo'lsangiz kursingiz haqida, agar o'quvchilaringiz bo'lsa o'quvchilaringizni natijalari va o'zingizni A nuqtangizdan B nuqtangizga bosib o'tgan yo'lingiz, o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlar, shu narsalarni albatta stories aktualniga prikrepить qo'ygan bo'lishingiz kerak. Siz o'sha aktualniydagi storieslaringiz sizga yanada ham ishonch ko'proq hosil qilishga va auditoriyani sizga yaqinlashishiga sabab bo'ladi. Hammasi bir tartibli va tushunarli bo'lishi kerak. 3-qadamimizga kelsak, content reja. Bu yerda content reja tuzamiz. Content reja tuzishda asosiy 3 ta turga ajratamiz. Foydali, qiziqtiruvchi va sotuvchi. Mavzularni qayerdan olamiz deydiganlar uchun auditoriyani qiziqishidan, ularning og'riqlaridan eng ko'p beriladigan savollarga qarab o'zingizni kontentingizni tuzishingiz mumkin. Haftasiga kamida 3 ta reels va bitta post karusel chiqsa, shunda bir oyda 12 ta reels va 4 ta post chiqishi kerak bo'ladi. Ya'ni bu sizda davomiylikni ta'minlaydi. Albatta, stabilnostga ahamiyat bering, chunki Instagram ham har doim faol bo'lganlarni, stabilnost yurg'izib borganlarni o'zi qo'llab-quvvatlaydi. Har doim insonlarga sizni reelslaringizni, postlaringizni ko'proq insonlarga ko'rsatadi. 6-qadamimiz bo'lsa auditoriya bilan aloqa. Albatta, sizga kelayotgan direktingizdagi savollarga tezda javob berishingiz kerak. Storiesda har xil auditoriyangiz bilan viktorina savol-javob qilib tursangiz bo'ladi. Bu yerda siz auditoriyangiz bilan yanada yaqinlashish, ularga ishonchni oshirishga bu narsa ta'minlaydi. Imkon qadar har bitta sizga kelgan izoh kommentariyalarga tezda javob berishga harakat qiling. Haftasiga kamida bir marta live, ya'ni prямой efir qiling va mijozlar fikrini, ular bilan savol-javob o'tkazishni va natijalarni ular bilan bo'lishib boring. O'zingizni ishingizni jarayonlarini ham ko'rsatib borsangiz bo'ladi. Ishonchni yanada oshirishga yordam beradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, agar aytib o'tgan bosqichlarimni ketma-ket qiladigan bo'lsangiz, albatta natijaga erishasiz. Faqat blogingizni tezda natija kutmang. Bunga albatta sabr kerak bo'ladi. Eng kamida 6 oy, ko'pida 1-2 yil. Lekin albatta bosqichma-bosqich barchasini qilsangiz natijaga erishasiz. Bo'lmayapti-ku deb tashlab ham qo'ymang. Albatta bo'ladi bu narsa. Faqat sizdan nima kutiladi? Sabr va stabilnost, ya'ni davomiylik. Eng muhim qoida bu yerda to'xtab qolmaslik. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va menga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.